Boshladingmi? Assalomu alaykum akustik kuzatuvchilari. Bugun sizlarga yana bitta chiroyli mavzu haqida ma'lumot beramiz. Bu mavzu bizdan asosan keladigan mijozlarimiz ko'rinmas apparat so'rashadi. Ya'ni quloqqa joylashtirganda umuman ko'zga tashlanmaydigan eshitish moslamalari talab qilishadi. Bizda shunday moslamalar borki, umuman quloqqa joylashtirganda ko'zga tashlanmaydi. Shuning uchun, misol eshitish moslamasini ko'rinmaydigan holatdagisini tanlaydiganlarga biz tavsiya qilamiz. Bu juda ham kichkina eshitish moslamalariga qiziqmang, chunki bundan foydalanish o'ziga yarasha parvarish talab qiladi, o'ziga yarasha e'tibor talab qiladi. Endi buni qanday holatlarda bunaqangi, masalan, xo'p aka bor ekan-ku, nimaga chiqqan bu apparat? Nima uchun agar sizlar tavsiya qilmasalaring degan savolga, bu masalan aynan zapas, ya'ni zaxira holatidagi eshitish moslamasi. Masalan, juda ham uyatadigan joy, juda ham nozik joy, qayergadir borganda apparat umuman ko'zga tashlanmasligi kerak, buni ko'rmaslik kerak. Shunaqangi holatlarda vaqtinchalik bundan foydalanib, keyin yana ozgina bundan ko'ra hajmi kattaroq bo'lgan eshitish moslamasidan foydalanish uchun bularni tavsiya qilishimiz mumkin. Buni foydalanish uchun minusi bu juda ham kichkina. Bunga batareyka almashtirish yoki misol kolonkasini filtrlarini tozalash alohida misol mikroskop yoki kattalashtiruvchi lupalar talab qiladi. Shuni hisobga olgan holatda biz bularni aytib qo'yish bizning vazifamiz. Agar buni biz maqtaydigan bo'lsak, buni mikrofoni haqida, kolonkasi haqida, mikroprotsessori haqida soatlab biz leksiyalar qilishimiz, buni spesifikatsiyalarini tushuntirishimiz mumkin. Qanaqangi masalan ikkita qo'yganda qanaqangi effekt yuzaga keladi. Chunki bu quloq ichidagi apparatlarni qo'yganimizda o'zimizning quloq supramiz ham o'z vazifasida qoladi. Ya'ni kelayotgan tovushlarda joyini aniqlash, o'ng tomondan, chap tomondan, orqadan, oldidan kelayotgan tovushlarni aniqlashda o'z quloq supramiz o'z vazifasida qoladi va tovushlarni buni mikrofoniga yo'naltirib beradi. Va bu bizni tabiiy eshitishimizni ancha saqlab qoladi. Va buni kolonkasi pardaga, quloq pardasiga juda ham yaqin keladi. Bu yerda tovushda iskajeniya, ya'ni tovushlarda buzilish holati ham juda ham kamayib ketadi. Buni misol yaxshi tomonlari o'ziga yarasha juda ham ko'p. Shuning uchun bu yerdagi ma'lumotlarimiz umumiy. Kimgadir bular haqida yana alohida ma'lumot kerak bo'lsa, bizda pastda qoldirgan telefonlarimizga murojaatlar qoldiringlar, videolar ostida kommentariy va izohlar qoldiringlar. Biz shunga qarab yana videolar tayyorlaymiz yoki individualni o'zlaringga javoblar beramiz. Bizni kuzatishda davom etinglar, sog' bo'linglar.